Qochib yuradigan odamlar. Assalomu alaykum. Qochib yuradigan. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amma dunyoning yaxshi kunlarda, yaxshi yillarda bir-birimizga chiroyli oxirat ko'rsatishimizni nasib etsin. Xonadonlarimizga sog'lik, salomatlikni, tinchlik, xotirjamlikni, xayr, barakotlikni, fazl-karamini yaxshilarni aytib, balolardan, ofatlardan, mushkulotlardan, musibatlardan o'zing panohingda saqlagin, xatolarimizdan kam qilmagin, rahmatga. Alloh. Грузия, Тбилиси, Боржоми, Батуми, hammasiga borib keldim. Ne qanday o'tdi? Ogohxonada hech kim yo'q. Bo'lsa qolardi. O'shanda suvni ichmoq. Voy suvga haqiqiy Borjomini ko'rdim, qudug'ini ko'rdim. 100 gradus bo'lib chiqar ekan. Uni 50 gradusga tushirib, keyin bizga ana bunda quyib olar ekansiz. Masalan bu. Ana assalomu Namzaki yaxshi soqolingizni olib kelibsiz o'zi bilan birga. Bitter kaput yozilyaptimi? Assalomu alaykum. Shu gitleri yaxshi ko'rasiz. Çütürde mandismi? Bütün dunyo geziyoruz. Şunu ançadan beri. Bir yıl görmeden. Gurmileri var. Korsuzun çalışmalar kupayla taşıvardı mı? Bu boshqacha o'qitasiz, yaxshi solidniy bo'lib. Oxirgisi ham joyda ishlashadi. Buni ham montajdagi buni ham ko'rsatdingiz. Juda yaxshi Salohiddin aka. Qani yaxshi ustozlar, Ramzan aka bu o'xshash. Mana Anvar o'rgatdi. Yedi ko'rganda aytadi-ki, kelin siz nima deysiz? Salomat bo'ling. Ichkamgina ekan, nima deysiz? Keling. Hoshbek nima ekan bu?
Hangi? Ye. Bular qilib berdilar menga. Voy gap yo'q. Hay, duolada. Yuradigan odamlar. Rahmat qilganingiz uchun. Mana shuncha ishlarni bajaribsiz. Minnatdorman. Bunaqa rasmlarni olish, bunaqa duo qilishlar qani? Mana hammasi shu yerda. Qarang, hammasi shu yerda mana. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Zo'r bo'pti-ja. Endi Men o'shancha aytayotgandim, medal oldinglarmi, bitta ham taylar desam, hammalar tinch anaqa qilasizlar. Medal olish kerak edi. Oldingi yig'inimizda kimnidir bir tug'ilgan kuni bilan tabriklash kerak. O'sha kunga to'g'ri kelib qolgan ekan. Yonimda o'tirganlar o'tirdim yonma-yonidek. Men tug'ilgan kun hech kim bir og'iz tabriklama deb xafa bo'ldilar. Endi tabriklaganmiz, ya'ni kanalda ular bilmaylar. buni bilmaylar. Telefonlarida Telegram yo'q ekan. Ko'rmaganlar umuman. Men tug'ilgan kun men nima o'tib ketdimmi, jimida bo'lib xafa bo'lgan men aytdimki, ochdimda hammasini o'qib berdim. Mana tabrik sizga, mana. Siznikini, bilmagan hamma bolalarnikini bitta o'qib berdim. Keyin suratlarini ko'rsatdim. Mana Ismoil mana bilan turib duo qilib o'qiyotganlar. Lekin agar xo'p desangiz, keyingi safarga mana shuni qog'ozga chiqarib olib beraman sizga. Dedim, mana va'dani shundan baytarib keldim, shuni xursand bo'lib turibdilar, men ham xursandman. Boshqa gap yo'q. Sog'ligingiz qanaqa ekan? Sog'lik yaxshi, alhamdulillah. Endi hamma dardni davosi bor ekan, qarilikning davosi bor ekan. Qarilik bostirib kelyapti. Shu yil fevral oyida hijriy hisobda 1000 oylik umr ko'ribmiz. Tabriklaymiz. Men bor bo'lib berzaqimdan ustozlar. Assalomu alaykum. Yaxshimizmi? Rahmat. Kelinglar, o'tiringlar. Sultonmurat aka. Sultonmurat aka. Ustozlarimizda iltimosimiz bor. Meni anaqada Banisada 92 yoshli deydi meni. Hamma. Ana. Qo'shishar ekanda. Ha. Bo'ldi unda biz ham 92 yoshli. Aziz aka bilan yalishtirishsa kerak. Ha. Shunaqa. To'g'risini aytdim-da. Azagam 94 kirdilar, 95 ga qarab ketdilar. Azigamga 32-yillar. Azigamga. Azagam. Ular to'xtab turibdilar. Bu yil sal mazalar yo'q azgina, kamroq chiqdi. Hozir Azizga o'zida. Oldingi yil telefon qilardilar. Oldingi yil chinchilda telefon qilmadilar. Ancha narsalarni o'rgatdi. O'yga borgandan keyin men keldim. Gapga borib keldi deb aytmoqchi edim, olmadilar telefon. Men shuni qo'yuvdim. Rahmat. Haliga men ham telefon qildim, mazalar yo'q ekan. Olinglar. Keyinroq gaplashaylik, sal nafas yetmayapti, mazam yo'qroq dedilar. Xo'p dedi. Qani, Banishaga yotib chiqdilar. Gap yo'q. Statsionarga. Banishadagilarda telefon qildilar. Yoki 7-da borasan dedilar, boraman dedim. Yoki keldi, kechqurun borsam telefon olmadilar. Ertasiga gaplashdi. Banishadan keldim dedilar. Sum tashang. Asrorga qanaqasiz aka? Men o'rtachaman. Va o'ydaman. Navaralar davrasida havo yetmay qolsa ko'chaga chiqaman. Ozgina yurib ko'chalarni kezib qo'yib olib. endi bizani mahalla shoir, yozuvchilarning mahallasi-yu. Bu bir tomondan chiqib Azimni uyidan o'tib anaqalarni nima? Anaqalarga otani uylaridan o'tib G'anjon ekan. G'anjon Toshmatov uylaridan o'tib borib keyin u ana O'tkir Rashid Oybek domlalarni
ko'chalari bilan aylanib chiqarib Mirtemirlar farzandlari bilan o'sha hududdagi Quddus Muhammadiyni farzandlari o'sha hududda bizada ba'zi kunlari shular bilan gaplashib, bolalari bilan gaplashib, omonlashib. Sog' bo'ling. Qanaqa so'rka? Yaxshi, Xudoga shukr. Ijodda bo'lyaptimi? Qo'shnim yana bitta kitobni ustida ishlayapman. Ana. Biz endi hayotimizda san'atkorlar bilan, kompozitorlar bilan, yozuvchi shoirlar bilan ishlashganmiz. Ayniqsa bizni bo'limimizda ishkanlik o'sha ovoz yozish bo'limiga shoirlar, kompozitorlar kelib turishardi. Suhbatda qurardik. O'sha taniqli qo'shiqchilik arboblari bilan boshqalar bilan kitobni chiqarib davom ettirdik. Bahor ansamblini eng oldi raqqosalaridan hozir rahbar bo'lib ishlayaptilar. Nasiba opa. Nasiba opalar, Ziyoda, Abdurahim buvalar. Qo'shni bilan shundoq. Ruhi ham qo'shnimi? Shu shoir yozuvchilar mahallasida biz. bu o'sha ishchilar shaharchasi asosan o'sha ijodkorlarni Ishchilar ijodkorlar shaharchasi. shaharchasi ham bo'ladi. Oko'ga islomni ham shu yerda edi hammasi. Boshqacha mahallada. 90-yil Dodi Zokirov, G'anijon Toshmatov, Saidjon Kalomov, o'zbek musiqasini otaxonlari juda katta iz qoldirgan o'sha san'at arboblari hisoblanadi. Yozuvchi shoirlarimiz Bu yoq tomonda Ahmad Bobojon, Quddus Muhammadiy, yana ko'p ijodkorlar. Mirtemir, Said Ahmad, Xatnomani oboradigan sayohatnomani oboradi O'zbekiston. Boriy Xo'jayev. Boriy Xo'jayev. Bular mahalla. Bular devor qo'shni. Olamga sayohat. Ular olamga sayohat edi. Olamga Sobit Saidov olib borardilar. Ular assistent edilar, yordamchi edilar. Rejissyorlari birga Sabir Ziyovuddinov bo'lardi, birga Solih Rahimqulov bo'lardi. Redaktori Bahodir Muhamedov edi. Olamga sayohatni har juma kuni bo'lardi. Odamlar intizorlik bilan kutardi. Ko'rardi. Dunyoviy hayotni ko'rsatardi. Jonzotlarni ko'rsatardi, tabiatni ko'rsatardi. Juda odamlar bir tomosha qiladigan ko'rsatuv bo'lgan. Taniqli san'atkor rejissor, kino rejissor Shuhrat Abbosov bilan devor qo'shni bo'lamiz. Devor qo'shni. Shuhrat Abbosov bilan. Ular asli Farg'onalik bo'lishgan ekan. Onalari Xatira opa. Xatira opaning singillari Xadicha opa. Keyin biroz vaqt o'tib ular Shuhrat Abbosovlar Железноводskiy degan ko'chaga ko'chishdi. ular summa oldidagi hali baland etajli nimalarga ko'chadilar. Keyinchalik Sumdagi ko'p qavatli uyga ko'chishdi. Lekin o'sha 1-2 bekat narida anaqalar uyi bor edi, hali aktyorlar uyimi, madaniyat saroyining oldida turishdi. Keyin Sumdagi ko'p qavatli uyga ko'chishdi. Bizdan bir bekat narida Ahmad Bobojon ijodkorlardan Quddus Muhammadiy shularning farzandlari bilan birga bitta maktabda o'qiganmiz-da. Bizning shu mahalla urushdan keyin, Ikkinchi jahon urushidan keyin
shu ishchilar shaharchasi deyilgani bilan bu shaharchaga yozuvchi, shoir va boshqa noyob kasb egalarini shu yerga joy qilishi uchun dala hovlilar berishgan, shu hovlida istiqomat qilishgan. Mana shu davrada shu vaqtda o'zidek shularning farzandlari bilan, oilalari bilan yonma-yon yashab, shu ruhdan quvvat olganimiz uchun ham biz ham ijodkorlar safiga qo'shilib qolyapmiz. Shunisi bilan g'ururlanamiz, faxrlanamiz. Toshkentda ishchilar shaharchasi Rabichi Garaduk degani bilan ishchilar emas, bu yerda haqiqiy haqiqiy ijodkorlarning maskani. G'ururlanamiz. Rahmat. Как ребята? Смотрел, да, все нормально. Смотрел ваши все Как здоровье? с Тбилиси. Дома? Здоровья нет и не купишь. Дай Бог. Хорошо, передать. Ага, спасибо. Profesörüge bormaganda. Borib bo'ling. Assalomu alaykum. Davra o'qish kelibsiz. Rahmat. Diydor ko'rishish nasib etgan ekan bugun. G'ayrat qilib keldim. Siz boringizga shukr. Qadrdon ustozlarni ko'rganimda xursandman. Mana shu davra hamisha borgan sari ko'paysin, kamaymasin. Nima demoqchiman? Sizni ijodingizga barkamollik, Paxtakor 79 xotirasini davom ettirishingizga kuch-quvvat tilayman. Boshqa marhamat deb chaqirishibdi. Rahmat. Qamoldagi. Men shu yerdaman. Qanaqasi aka? Ma'lum. Sonlariz qanaqa? Yaxshi. Uydagilar domlaga o'rganib qoldingiz. Xudoga ming qatla shukr. Yaxshimi dom? Shundoq liftga o'tiraman-u, deb tepaga chiqamiz. Shundan ham chalakan fer 9 qavatli binoni tomosha qilib o'tiraman. Savollaringiz yaxshimi ishqilib? Yaxshi. Charchamasdan. Ishqilib. Sog' bo'ling har doim. Sog' bo'ling. Umr sekin o'tadi o'sha. Sog' bo'ling. Rahmat.
Alaysiz do'stim. Bor bo'ling. Anchadan beri ko'rishmadik. Diydor ko'rish nasib etgan ekan. Diydor uchrashuv. Bugun mana O'zbekiston teleradio kompaniyasi ancha yillar beri ijod qilganmiz. Bizni qo'shiqlarimizni efirga bergan mana shu Ravshan aka teatralniy institut bitirgan eng zo'r davrlarda bitirgan. Rahmat, haqiqatdan. Salohiddin aka mana sport sharhlovchisi, mana Paxtakor Birga teleradio kompaniyada birga ishlaganmiz Saloh akam bilan ham. Shunday yaxshi kunki yoz faslini 2-oyi chempionat ham hademay yakunlanib qoldi. Kecha rosa haligi Ronaldoni xafa qilib qo'ydingiz. Nima qilamiz? Endi futbolda Bu bizlar O'zbekistonni xafa qiluvdi endi bilmayman. futbol. Duo qilishdi. Akbar aka keling. Mana Akbar aka ochilib kinolarga qo'shiq aytganlar. Kinolarda qo'shiqlari hozir ham yangraydi. Ayniqsa hali nima edi kinoni oti? Ko'zlarim yo'lingdami? Osmonlarga deydi-yu haligi. Mirzo Xolmedov o'ynagan. Yo'q, u ham boshqa kino. Bu haligi Diloram Egamberdiyev va Karim Bo'ldi. Xodirmi? O'shalar o'ynagan kinolardagi qo'shiqlarni juda ham mana shu Akbar akam maromiga qo'yib juda ham zo'r ijro etganlar. Bu tarixda abadiy qoladigan kinolar bular. Akbar akam 100 ga kirib, 100 yillikka kirib olamdan o'tsalar ham o'shalar qoladi. Qoladi. Shu kinoni kelajak hali tug'ilmagan farzandlarimiz, nabira nevaralarimiz, evaralarimiz ko'radi bu kinolarda. O'shanda Akbar akani ovozini eshitadi. Sizdan ham ko'p narsa qolgan xalq orasida. Haqiqiy o'zbek san'atkorlari orasida Hind yulduzlari, Chakrabortini qiyofasi ham o'xshaydi. Ularga o'xshaydi. Hind qo'shig'ini bu kishi birinchi yetib chiqqan. Teatralniy institutda Haydar aka garmon. Haydar aka garmon chalib aytardi, xattuvalardi. Mana Akbar akam to'g'risida yana men bir oz aytmoqchi edimki, Akbar aka mani oilamning ham eng qadrdonlaridan. Mani oilam hammalari, oila a'zolarim Akbar aka ochilibdi, juda ham yaxshi tanishadi. Akbar akam bilan biz o'g'lilarim ham taniydi, ayolim ham taniydi Akbar akamni. Biz mashhur bo'lmaslaridan oldin tanirdik. Mashhur bo'lsalar ham baribir hali ham Akbar ochilib deb eslaymiz. Ana Dilnoza Akbarova, Nurbeklar, Sherbek Shodiyevlar hammasi Akbar akamni juda ham yaxshi ko'radi. Ijodlarini sevadi ular. Juda ham Akbar akamni qo'shiqlarini aytaman degan, aytayotgan yigitlar, qizlar juda ko'p O'zbekistonda. Hammasi yaxshi ko'radi. Ketaman deb nima deydi, qo'shiqlari bor-ku. Ketaman degan qo'shiqimiz bor, o'sha qo'shiqlarini ayniqsa hamma aytaveradi, yaxshi ko'radi. To'ylarda ham aytishadi. Hozir gitara chalib aytish moda bo'ldi-yu. Yosh yigitlar gitara chalib aytishganini to'yda egalari mendan so'rab qoladi. Torqib ketdi. Ana falonchi yigit chiqdi-yu, gitara chalib aytadigan deydi. Akbar akam qo'shiqni aytayapti-da, o'shani gaplashib bering to'yga deydi. Men armiyadaligimda chiqqanmidim, hazlashaman. Qatli ekan u, qatli ekan. Hech bo'lmasa qatliligini aytsalaringiz darrov bilib olaman tanishlarim orqali. Yoki Toshkentlik bo'lsa Toshkentlik desanglar, Toshkentlik tanishlarimdan so'rab bilib olaman. Bir 5 tasi bo'lmasa 10 tasidan so'rasam, ichida bittasi, men taniyman. Mana telefoni bor menda deb beradiganlar bor-da. Ana shunaqa qilib Akbar akamning ijodlarini men yaqinda nimada ham Yunusobodda Xuroson restoranlarida gitara chalib bolalar ashlayotganda, Akbar akam qo'shig'ini aytyapti. Yosh yigit, ertaga uylanadigan bolalar, hali uylanmagan. Gitara chalib Akbar akamni ashulalarni aytyapti hamma. Sevgi desam faqat sen desam, sening bilan yashasa qalbim, sen desam u butun dunyoning sho'rishiga quloq solsam jim. Kechir meni nozli malagim, seni maqtay olmasim tayin. Senga shuncha chiroy bergan kim, aytib bergin uni maqtayin. Quyun kabi aylanar boshim, qaraymanu ko'zim tinadi.
va jilvangdan ko'ngil ko'zgusi parcha parcha bo'lib sinadi. Kechir meni nozli malagim, seni maqtay olmasim tayin. Senga shuncha chiroy bergan kim, aytib bergin uni maqtayin. Shu qarashga bormi nihoyat, bo'larmanmi maqsadga vosil, toparmanmi bir yangi g'oya, bo'larmikin bir murod hosil. Kechir meni nozli malagim, seni maqtay olmasim tayin. Senga shuncha chiroy bergan kim, aytib bergin uni maqtayin. Aytib bergin uni maqtayin. Aytib bergin uni maqtayin. Men Akbaralni onalarini ko'rganman. Bular shunday kelin bir yoq tomonda nima hovlida bo'lardi-yu, eski hovlida tushardi. Ha, mana shunda onalari. Bular onalar bilan birga turganlar-da. Biza karajaga qatnashardik. Qorin och kirardi. Akbaralning uyiga kirib, qorin to'g'izib undan keyin sekin yo'lga paytda endi metro ishlasa yo'q, hamma yo'qdagi nima deydi? Trolleybus, tramvay, hech paytda. Keyin xayrlashib, men 5 oy yesa 5 kun ketar. Shunaqa bo'ladi. O'shanda oylari nima qilib, shu bola shu ashulachi bo'larmikin, nima bo'larkin, men o'zim hayronman. Bu hali bu o'rislik o'sha ashula aytadi dedilar o'shanda. Ha, to'g'rimi? Akbar aka ochilib ham professional san'atkorlar, men qo'g'may aytaveraman mana syomka. Xursand Sherov professional san'atkorlar. Havaskor degani u boshqa narsa u. Buni men bilaman. Ular kichkina pastroqdagi, sal bo'lsa ham pastroqdagi san'atkorlar, ularda ham kelajagi bora havaskor san'atkorlar ham professional bo'ladi-da. Ustoz ko'rgandan keyin. Ustoz ko'rgandan keyin professional bo'ladi. Xursand Sherovni juda ko'p odamlar taniydi. Men qanchadan beri e'tibor beraman. Xursand Sherov desa har tomonlama taniydi. Indiskidan tortib luboy tilda 25 ta 25 xil tilda ashula aytadi. Agar undan ko'p bo'lmasa. Keyin Xursandbek Muzdramani bitirganmiz. Muzdramani bitirganmiz. Xursandbekni o'zlarini bitta zo'r gaplari bor. Bu ilgari shunaqa holatida biz birinchi bo'lganmiz. O'zbekiston davlatida dirdilar. 3 ta odam ham hofiz, ham davrani zo'ra boradi. Birinchisi Shoir Sharipov, ikkinchisi Xursand Sherov, uchinchisi Ravshan Mansur. Yo'q, emas. Mana haqiqiy endi Muzdramani bitirib komediya, endi aktyorlik mahoratini mana Ravshan aka oxirgi paytlarda Davron Oblov qiziqchi bo'lib ketdi. Bizda chiqmadi. Bizda dramatik bitirdi. Ammo Ravshan aka malades. Chunki Hindistonda bo'lganda yetishgan. Rahmat. O'zbekistonda bor, Soat Sharipov. Endi Bomomurod akalar bizdan katta. O'z davrimiz. Soat Sharipov va Ravshan aka keyin uchalamizni farqimiz Sherpoz G'oziyev. Nega ular o'rta borolmaydi? Ular shuni aytdim. Bu Soat aka Sharipov, Xursand Sherov, Ravshan Mansur ham industri ham aytaveradi, ham vidushi boshlovchi, ham hofizda. Ular masalan Muhammadjon aka Shokirov davra olib borolmaydi, faqat ashula aytadi. Yana kim o'sha? Sherpoz G'oziyev davra olib borolmaydi, faqat indiska ashula aytardilar. Rahmat. Qolganlar tirik, Sherpoz akam olamdan o'tib qoldilar. Rish Kapurni qadrdon do'sti bo'lganlar. Oxirgi uchrashuvlar Bomomurod akalar hammani Ahmadjon aka yig'ib kasb bergan. Shu Rish Kapurlar kelgan. Boboridagi Rash Kapurdan o'rtoq edi ular. Bobomurod Hamdamov Rash Kapur bilan zo'r o'rtoq bo'lishgan bular. Rash Kapur juda ham yaxshi tanigan Bobomurod Hamdamovni. Chunki Bobomurod Hamdamov Rash Kapur O'zbekistonga kelganda quchoqlab ashula aytishganda Rash Kapur aytgan ekan.
bu bizdan ming chandon kuchli hofiz ekan bu degan. Chunki Raj Kapurni qo'shig'ini zo'r aytib berganda, endi Raj Kapurdan zo'r aytmasa ham, zo'r aytib berganda qoyil qolgan Raj Kapur. Mana O'zbekiston davlatida mana Bobomurod Hamdamovdek do'stim bor degan Raj Kapur. Yana men O'zbekiston bilan diydor ko'rishganimdan xursandman deb gapirardi kelganda. Raj Kapur. Do'stlik rishtalarini bog'laydigan hofizlar, Muhabbat Shamayeva, Ilyos Mallayevlar, Botir Zokirovlar, Ra'no Sharipovalar, mana shu Televada kompaniyada ishlagan barcha san'atkorlar bo'lganki, bular do'stlik rishtalarini bog'laganmiz. Biz shuning uchun bizda do'stlik birinchi o'rin turadi. O'zbekiston Teleradio kompaniyasi Toshkent studiyasidan gapiramiz. Aziz do'stlar, diydor uchrashuv deganda mana ancha yillardan beri bir-birimizga hamnafas, birgalikda ishlab kelgan kollektiv orasida bizning nuroniy otaxonlarimiz o'tirishibdi. Kamoliddin otaxonimni ko'rib, yonlarida Hoshimjon otaxonni ko'rib, o'sha g'azal nafis Habibiy domlaning g'azaliga, qalamiga mansub bir qo'shiq yozgan edim. Bu qo'shiqni doimo Toshkent studiyasidan Ismoil akam efir orqali hadya etardi. Eshiting. Bu qo'shiq otaxonlar. Ko'pna jahon bog'ida bobon otaxonlar, insonlar aro eng ulug' inson otajonlar. Jahon bog'ida bobon otaxonlar, insonlar aro eng ulug' inson otaxonlar. Ko'hna jahon bog'ida bobon otaxonlar, insonlar aro eng ulug' inson otaxonlar. Zo'r tarbiyachi, usta bilimdon otaxonlar, ey bir-biriga yor qadrdon otaxonlar. Yo'q sizda g'am-u hasratu armon otaxonlar. Bo'lganda aziz yoshlar ila hamdamu yo'ldosh, axloq-u odob o'rgatib ish uzra bo'lib bosh. Mehnatkash elim birla bo'lib qavmu qarindosh. Qilgansiz og'ir ishlar uzra toqatu bardosh. Ey bir-biriga yor qadrdon otaxonlar, yo'q sizda g'am-u hasratu armon otaxonlar. Qizil yuz birla siz bir badavlat, yuzlarda kulib mavjuradir dildagi g'ayrat. Qilg'ay o'g'li qizlaringiz zavq ila xizmat, har millatu har yerda qilur izzatu hurmat. Ey bir-biriga yor qadrdon otaxonlar, yo'q sizda g'am-u hasratu armon otaxonlar.
birlari o'z fazlida bir she'r urib farhon ilmu hunari o'zdi qilib yangilik ijod sizlardan ulug' sayr toza bu avlod mehnatlaringiz hosili rohat mana endi ko'rdingiz ulug' baxt saodat mana endi umr ichra habibida halovat mana endi yuzlarga kiring sog' salomat mana endi bir-biriga yor qadrdon otaxonlar yo'q sizda g'amu hasratu armon otaxonlar yo'q sizda g'amu hasratu armon otaxonlar الحمد لله جعلنا وفقنا وجعلنا من المسلمين يا رب مولا yegan ichganlarimizdan hosil bo'lgan savoblardan o'tib ketgan barcha mo'min musulmon bandalaring qatorida hammamizdan umidvor bo'lgan duo talablayotganlarimizni xosatan birga ishlagan hamkasblarimizni ustozlarimizni hammalarini ruh poklarini bahramand etib yotgan joylarini rayhon jannat ne'matlardan qilgin qiyomat kuni hisob kitoblarini yengil qilib jannatingga kiritgin qolganlarimizni panohingda salomat saqlab hammamizni ham ahli baytlarimiz farzandu zurriyotlarimiz bilan birgalikda iymonda islomda rushd hidoyatingda ikki dunyo saodatini topadigan solih suyukli bandalaridan bo'lib ko'rishligini nasib aylagin so'raganlarimizni yaxshidan ato etgin duolarimizni ijobat qilgin balolardan ofatlardan mushkulotlardan o'zing panohingda saqlagin xatorimizdan kam qilmagin bi rahmatika ya arhamar rohimin